G'albining maxfiy formulasi. Moro mujohidlari va Uyg'urlarning ozodligi uchun yangi mash'alla. Abduri Mirkamil Qashqari. Muqaddima. Qalbida ozodlik o'ti o'chmagan, ko'zlari shafaq nuriga talmurgan aziz qarindoshlarimga Moro mujohidlaridan salom. 76 yillik umid, 76 yillik kurash, 76 yillik qurbonlik. Qon va yosh bilan yozilgan Sharqiy Turkiston ozodlik ko'rishi dastonimizning sahifalarini umidsizlik tumanlari qaplagan. Ruhimiz chorisizlikning sozligiga petib, o'zimizni nafas ololmayotgandek his qilayotgan mushu kunlarda kelinglar. Bir-birimizning yuragiga quloq silib, qaytadan sirdishaylik. İlgari biz Hindistonning o't yurak o'g'loni Subhas Chandar Bosning po'lat irodasidan ilhom elib, vatanimiz Sharqiy Turkistonning ozodlik yo'liga xarit sizishga uringan edik. U daston ko'pchilikimizning kallasida yangi ufuqlarni ochdi. Amdilikda manzilani tarixning qog'ozlaridan emas, balki iymon bilan yozilgan, qon bilan sug'urilgan va g'albi bilan muhrlangan hayotlik dastoniga boshlayman. Bu biz bilan o'xshash qiblaga yuzlangan, o'xshash taqdirni yashagan, o'xshash duoni qilgan, yo'li bizga texmi yaqin va mos keladigan, ammo oxirida bir butun dunyoni hayron qoldirgan bir mo'jizaning siridir. Bugun men sizlarni g'arbning ruhsiz huquq koridorlariga emas, Amerika parlamentining muzdek zallariga emas, balki Tinch okeanning yiroqlaridagi jihodning tirik, nafas elayotgan yuragiga, har bir yopurmaqadan shahodat shabnami tomchib turadigan yomg'irliq jangollariga, har bir g'irish to'pisi fidoilarning qini bilan sug'urilgan muborak taqqirlarga, islomi va iymoni uchun 400 yil bo'yi tiz bukmagan Moro musulmonlarining o'tliq dastoniga boshlab boraman. Qani, shu mo'jizaga aylangan g'albini ruhimiz bilan tasavvur qilib boqaylik. Qandaq bir ilohiy inoyat 11-sentabr fitnasidan keyin butun dunyoda jihad kalimasi zaharga aylantirilgan, takbir etilgan har qandaq bayroqqa tuhmat yomg'ir yig'ayotgan bir davrda ularning muqaddas jihad bayrog'ini bu zaharlik bo'ronchapqullardan tinch amon saqlab qoladi. Dunyo terror so'zlari bilan titrigan shu zulmatli kunlarda ular o'z ko'rishining sharpini qandoq qilib kirlitib qo'ymay, hatto zolim dushmanini o'zlarining axloqi oldida bosh egishga majburlay oladi. Qandaq bir usta strategiyalik qo'mondonlik o'zining eng shir yurak o'g'lonlarini Afg'oniston va Chechenistonning o'tliq jangohlariga avatib, amaliy urushlarda po'latdek tavlagan turuqliq ularni yot ideyalarning ko'liga milanmasdan g'oyasining soplig'ini saqlagan holda qaytib kelalaydigan iymoniy intizomni yarata oladi. Ular o'zlarining muqaddas g'oyasini dunyoning qalaymaqonchiliklaridan va xalqaroliq terrorlik tashkilotlarining to'ziqidan qandoq saqlab, o'z yo'lini mustaqil davomlashtira oladi. Eng hayron qolarligi, qandoq bir rahbarlik bir qo'lida Allohning vahiysi bo'lgan Qur'onni, yana bir qo'lida millatning g'ururi bo'lgan Qur'onni mahkam tutib, burkutdek o'tkir nazar bilan dunyo siyosatining xaritasini tang o'qib mang'aladi. Qandoq qilib ular jangalliqning laypatqoqlaridan bir davlatning ulini qurib chiqib, ko'zlarini birdammo arishdan uzmay tura oladi. Ular mustaqillik uchun hamma narsani qurbon qilishga tayyor turib, ammo iymondan bir zarracha voz kechmaslikning sirini zodi qayerdan topdi? Darvaqa islom ummatining yaqinqi zamon tarixi islomiy harakatlarning qabristonligiga aylangan. Son-sanoqsiz bayroqlar ya murassa, ya'ni tanazzul shamolda yiqilgan, yoki zulm, ya'ni hazmat bo'ronida yirtilib ketgan bir davrda faqat ularning bayrog'i Allohning yordami, ya'ni nusrati bilan g'albi tuproqiga tiklandi. Bu ularning harakat yadrosi bo'lgan jihad ruhidan va iymon aqidasidan qilch tavranmay turib, g'albi cho'qqisiga yetgan, Allohning va'dasining haq ekanligini isbotlagan birdan bir bayroqdir. Men ana shu shalliq qalbining dastonini, ularning har bir qadamini
strategiyalik planlarini va g'alabasining ochqushliq sirlarini sizlar bilan bo'lim-bo'lim o'rtoqlashishni niyat qildim. Bu faqat bir hikoya anglash emas. Bu birlikda tafakkur qiladigan, qalbimiz bilan his qiladigan va ruhimiz bilan dars oladigan jihad va strategiyaning bir halqasidir. Ya'ni o'rganish chembirikidir. Har bir bo'limning oxirida biz Sharqiy Turkiston ozodlik ko'rish uchun qaysi nurliq yo'llarni topdik? Qaysi qorong'u o'stanglardan hazar aylishimiz kerak? Qaysi po'lat qurg'onlarni o'rnak qila olamiz degan savollarga birlikda javob izlaymiz. Maqsadimiz bu ulug' g'albining o'tidan bir ochqich yasab, zamonning ruhiga va o'zimizning realligiga uyg'unlashtirib, har bir qadami inchki planlangan, strategiya bilan taktika birlashtirilgan bir yo'l xaritasini birlikda vujudga keltirishdir. Bu safarimda meni yolg'iz qo'ymay, inkas, savol va tanqidiy fikringlar bilan yo'l xaritamizning texmi mukammallashishiga hassa qo'shishinglarni, qorong'uda yo'limizni yo'ritadigan chiroq bo'lib berishinglarni va bu mash'alning yo'riqining boshqa qalblarga yetib berish uchun uni keng hambaharlashinglarni so'rayman. Qanamsa, aql parastimizni bu olmos bilan qaytadan bilib, umidimizni yangilab, bu tarixiy ibratlik safarni birlikda boshlaylik. Unutmaylikki, bu dastonni biz tarix o'qish uchun emas, tarix yaratish uchun o'qiymiz.